Assalomu alaykum, hurmatli asrchilar, hurmatli gruppadagilar, charchamay turibsizlarmi? Bugungi islohimiz 25-noyabr. Navoiy Xatirchiga 2 xonalik 22 ramkalik yashiklar dastak qilyapmiz. Yashiklar, ramdetallar, karmoshkalar. Karmoshkalarni 3000 so'mdan qilib berildi. 900 gram 1 litr atrofida ketadi. 90 santimetrlik 22 ramkalik yashiklar. Hop, bir donasining narxi 530 ming so'mdan bo'ldi. 3lik taxtadan 4 devori poli ham, ko'rpacha joyi 6 sm, tomidagi tunkasi maloshniy bo'lgan. 10 tadan demoqqa turilgan, har biriga 10 tadan. Qattiq sepkilardan urib qo'yilgan va ramdetal alohida boshqa klientimizniki. Yashikni egasini uydan olib oladigan bo'ldilar, xudo xolisa. Kraskalari oq kraska bo'lgan, 3 marotabadan berilgan. Tomidagi tunkalari qalinligi 0, yupqa emas. Bu yoqda ramdetallar ham bor. Sifati ozgina pastroq ramdetal. Bu yoqda tepa qismi tayyorlanmoqda. Bu yoqda ham tag qismlar tayyor, yaqin 15 ming dona. Qiziqqanlar uchun mana shu yashikdan 15 dona oshqachasi bor. Bugun tayyorlab qo'yamiz, xudo xolisa. Keyin ramdetallar. Ramdetallarning ham ma'lumotini berib o'taman. Qalinligi 1 plus bo'lgan qalinligi. Eni 3.7. Sifati xudo xolisa bexijolat. Strashniy, haliga butoq unaqa narsa yo'q. Toza taxtdan ajratib qilingan, xudo xolisa. Endi bitta yarim tensanchilik chiqib qolishi mumkin. Narxi 5000 so'mdan bo'ldi mana shu ramdetallar. Qoqilmagan holatda 4000 so'mdan beryapmiz. Xudo xolisa shu yangiliklar. Manzilimiz Namangan shahar, Irvodon, ko'pchilik biladi. Murojaat uchun telefon raqamimiz 93lik 831 55 50.